Hürmetli vatandaşlarımız sevimizi devamlaştırıyoruz. Mavzumunda alimler Amerika-Cungo münasebeti uzungacha stratejik to'qinishga hatto umumyuzlik sovuq munosabatlar urushi qarab yuzlandi. Mavzuli xabar 6-ayning 8-kuni Amerika ovozining Xitoy tili programmasi e'lon qilindi. Xabar mundaq boshlandi. Washington Amerika-Cungo ikki davlat munosabati, savdo tijorat, Janubiy dengiz, Tayvan qatorliq qiziq nuqtalar masalasi tufayli jiddiy yomonlashishga boshladi. Amerikada olimlar mundaq hisobladi. Garchi ikki davlat qisqa muddatga her ikki tarafga zarba yetkazadigan savdo urushidan vaqtincha saqlansimi, lekin Amerika-Cungo munosabatining uzun mezgillik yuzlanishi o'zliksiz yomonlashadigan strategik to'qinishga qarab yuzlanadiganligi, hatto bir maydon umumyuzlik sovuq munosabatlar urushiga kirib kelishi muqimlashdi. Endi bir maydon umumyuzlik sovuq munosabatlar urushiga Amerika-Cungo munosabati endi bir maydon umumyuzlik sovuq munosabatlar urushiga kirib kelishi muqimlashdi. Qaramoqqa Amerika-Cungo munosabati asosliq muqimlikni saqlab kelyapti. O'tgan yil 4-oyda Amerika Qo'shma Shtatlarining prezidenti Trump Amerikaning Florida shtatida Jungoning raisi Ko'lbo'yi Aramgoyda Jungoning raisi Shi Jinpingni kutib oldi. Bir qatam g'albilik yuqori darajaliklar suhbati o'tkazib, shu yil 11-oyda Jungo davlat ishlar ziyorati bilan yetib kelgan prezident Trumpni a'lo xizmatda bo'lib kutib oldi, lekin yaxshi kunlar uzun davomlashmadi. Jungo Amerika munosabati qiziq nuqtalar tufayli o'zliksiz yomonlashyapti. Kichik mavzu. Ikki chong davlat Amerika-Cungo navbatda o'zliksiz yomonlashayotgan savdo tijorat talash tortishiga kirib qoldi. İki tarafdan yuqori darajalik iqtisod savdo amaldorlari bir qancha qatam savdo suhbati o'tkazdi, lekin yanala hech qanday kelishim imzolamadi. Washington Jungoning Janubiy dengizi harbiy qurol-yarog' ko'z-ko'z qilishini qattiq tanqidladi. Amerika Qo'shma Shtatlari Davlat Mudofaa Ministrligi Janubiy dengizda erkin qatnashni yo'lga qo'yish bilan birga davomli Janubiy dengizni harbiylashtirayotgan Jungoni 2018-yilda Tinch okeani harbiy manevriga qatnashishni taklif qilgan taklifni Amerika harbiy taraf qaytarib oldi. Amerika Qo'shma Shtatlarining Davlat Mudofaa ministri James Mattis yaqinda Singapurda Shangri-La yig'inida mundaq ko'rsatdi. Bu faqat Amerika qaytargan dastlabki inkos. Taklifni qaytarib olish, harbiy manevrga qatnashish uchun avatilgan taklifni Jungoning qo'lidan qaytarib olish, bu faqat dastlabki inkos. U yana mundaq dedi. Jungo bundan keyin texama qattiq jazoga duchor bo'lishi mumkin. Jungo bundan keyin texama qattiq jazoga duchor bo'lishi mumkin. Tayvan masalasida Beijingning Tayvan Demokratiya taraqqiyot partiyasiga keltirayotgan besimlari Amerikaning noroziligini qo'zg'adi. Jungo Tayvanga besim ishlatayotdi, bu Amerikaning noroziligini qo'zg'adi. Jungo diplomatiya sohasida Tayvan yetim qoldirish uchun tirishchilik ko'rsatayotganligi hamda kurashchi aeroplan va avomatga avatib Tayvan bo'g'oziga kirgandan keyin Amerika amaldorlari mundaq ko'rsatdi. Amerikaning Tayvan bo'g'oziga avomatik kurashchan guruhlarni avatish plani bor. Mushu hafta Amerika Qo'shma Shtatlarining davlat ishlar kotibi Mike Pompeo oz uchraydigan bir ahvolda bayonot e'lon qilib, Jungo hukumati Tiananmen voqeasida o'ldirilgan va g'oyib qilib o'tilgan kishilarning sonini oshkora e'lon qilish kerak dedi. Amerika-Jungo munosabati o'tgan 5 yil ichida zo'r o'zgarish hosil qildi.
Jungo Cenubu Deniz'de aral yasap, özünün territoriya, reallığını özgertmekçi bol. Amerika'nın dünyavi yetekçilik ornuğa xarasilan kılıdığın bir yol, bir belvağı siyasını yoşurmayla alğa ilgirletmekçi bol. Alimlar şundak hesapladı. Barlık alametlerden Amerika şunun işendiği ki Amerika'nın Jungo bilen uçuruşuş siyasi uzul kesil mağlup bol. Jungo'nun itek kapitalizmi mavzulu kitapның apturi bilmem mundak hesapladı. Amerika bilen Jungo münasibeti uzun müddetlik gözlenişte özlüksüz yamallaşıp stratejilik tokunuşçılığı kırıp gelişi belki hatta bir meydan soğuk münasebetle uğraşı devrige kirip kelediğallığı muqimlaştı. Mundaq ahvalda Amerika'nın Jungo qaratqan siyaseti çekleş teşkili prinsipi bulup iki taraf oqşaşla iqtisadi cihette bir-biriga tayinip gelişini qabul qılgılı bolmaydigan stratejilik yük dep qarashga başladı. Dikkat. İki taraf oqşaşla bir-birini iqtisadi cihette bir-biriga tayinip gelişini qabul qılgılı bolmaydigan belki bundaq tayinip geliş iki devletki yük dep qaraydigan köz qarashga keldi deydi. Demek soda münasebetleri qandaq bolsun biz özümüzün yolunu tapaylı. Yani Amerika özünün yolunu meniş gerek. Amerika birinci prezident Trump'ның şuarı, Amerika birinci.